Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammad. Assalomu alaykum. Xayrli tong, aziz kuzatuvchilarim. Juma tongingiz muborak bo'lsin. Barchamizga xayrli, barokatli qilsin. Ibodatda sobiq qadam qilsin. Yaxshi yotib turdingizmi? Oilangiz, uyingiz, bola chaqangiz, xo'jayiningiz, qaynotangiz barchangiz tinchmisiz? Kuzatuvchilarim, yaqinlarim, jigarlarim, mehribon opa-singillarim, barchangizga Allohdan ofiyat so'rayman. Ishlaganlarning ishiga omadini bersin, tavg'oniga, umriga baraka bersin. Inshaalloh safarga chiqayotganlarning safarini bexatar qilsin. Ibodatda sobiq qadam bo'laylik. Allohdan so'rang, beraveradi Allohim. Allohning eshigini taqillatavering, Alloh g'oyibidan yetkazaveradi. Keng karamli Allohim, marhamatli, muruvvatli zot, barchamizdan marhamatini, muruvvatini darig' tutmasin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda, omonchilikda bir-birimizni ko'rishlik nasib qilsin. Issiqlardan, sovuqlardan Allohimning o'zi xizmi himoyasiga olsin. Ikki dunyomizni obod qilsin, iymonimizni basalamat qilsin. O'zining to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Yo Rabbim, Allohim, o'zingdan so'raymiz. Bundan-da oshig'ini tanamiz ko'tara olmaydi. Mana shu issiqlarni sovutish, yaxshi mayin shaboda estirish o'zingning yo'lingda, o'zingning haqqingda Allohim. O'zingga oson, o'zingga tavakkal yo Rabbim. O'zing bandalaringga rahmini yegin bandalaringning yo Rabbim. Allohim, o'zingning yo'lingdan adashtirma. Xayr, omon bo'ling.